ko'p birodarlar sog'inishibdi, salom aytishyapti. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Assalomu alaykum hammalaringizga. Duolar so'rashyapti. Nima deymiz endi? Hazrat Pirimiz duolari Allah muhabbatiga oshno qilsin har birimizni, Parvardigorimiz. Pirlarimiz nazarda bo'laylik. Zikr ibodatlar tahoratsiz yer basmasa doim Allah zikrimizdan jon berardi. Puf deb jonimiz chiqarib Allohu deb jon chiqishini Allohdan so'raylik. Alloh yordamlarimiz. Endi muhabbatli birodarimiz aytadiki, Hazrat Abu Bakr Siddiq bobolarimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir paytlar xomush bo'lib qolganlarida so'ragan ekan, yo Rasululloh nimaga xomush bo'lib qoldingiz deganlarida, shu qiyomat yaqin kelgan bir nimalar ummatlarim nima bo'ladi, muhabbatsiz bo'ladi, taqvosiz bo'ladi, jahannamga ko'proq tushadi deganlarida Abu Bakr Siddiq bobolarimiz shu payg'ambarimizni endi xomush ko'rishni xohlamayman deb Allohga yolvorib, ey Parvardigor ekan, men shunday bir ish yuborginki, hamma do'zaxni egallab olaydi, men payg'ambar ummatlari hech kim tushmasin deb himmat qilgan ekan. Shunaqa qilib hozir ham himmat qilsak bo'ladimi dedi. Shunday himmat qilishga loyiqman deb aytishligimizni o'zini olaylik. Zikringni qilsang sen Abu Bakr Siddiq bo'lolmaysan. Mayli ish qilib himmatdan qolmasin. Nega hech kim ularga o'zimizni o'xshatishimiz, endi biz ularni bosib ketgan changiga, ularni bosib ketgan iziga to'g'ri kelmaydi. Bir kuni Nasrlar akamni ko'rdim, Nasrlar qora akamizni tanimas ekanman. Bir nima qilsam, Hazrat Pirimizga bir beadabchilik qilib til tekizayotgan ekanlar. Yangi tavbaga o'tgan vaqtlar, Hazrat Pirimizga borib Nasrlar qora aka degan kishi bor ekan. Uni Abdulla Eshaboni o'g'li ekan, ham taniyman, yangi kirgan vaqtimda endi. Mana shunaqa bir kishi juda bir adabsizlik qilyapti Hazratim. U kim o'zi? Bir uni bir ta'zirim berib qo'yaymi degan o'xshatib bir narsa qilibman deb aytibman endi shunaqa. Agar Hazrat Pirimizda Abdulla Eshaboni aytyapti, Pirimizning bir tezagi bo'lsa edi, shu mumiyo qilib ko'zimga surtardim deb qoldilar. O kishi o'g'illarda shisha bo'lib deganda shunda hayron qolib Hazrat Pirimizning halimligiga-yu, sabrligiga-yu, u kishidagi bo'layotgan maqomlarga hayron qolib shunaqa qilgan. Shuning uchun endi bizlar endi bir o'sha kishilarning izidan bosib ketgan changiga bir teng bo'la olsak, shuni o'zi Xudoyimizga bergan katta bir ne'mat deb tushunamiz. Allah yaratıcılarına madedkar olsun. Allah'a ekber. Rahmet eder. Allah'a ekber.